Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun Damas avtomobili olyapti-yanda qaytlarga e'tibor berish kerak, qaytlarga qarab olish kerakligini bir oshna ko'rsatib boshlaymiz. Xudo xolasa bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Birinchi o'chiritda avtomobilni bir qator aylanib ko'ring. Aylanib ko'ring degan sababi pun nima ko'rasizmi? Eshiklar choklarini tepa-yu pasti hamma yo'g'ini bir qator ko'rib oling. Bu yangi mashina, agar eskiroq mashina bo'lsa, qanaqa ko'rib olish kerak, bir to'la sizlarga obzor ketaman. Mana buni eshikni zazon ko'ryapsiz va o'tdanikini ko'rasizlarmi? O't eshikniki va yopilganini qanaqa turibdi. Mana tepa pastini, punni o'zlaring bemalol xotirjam ko'rib olavering. Keyin orqaga o'ting. Orqaga o'tganda orqa kapot ko'ring. Mashina tumalagan bo'lsa-ga, akalarim, bu zazor kelishi juda qiyin. Pastga qaraysiz. Xuddi shunaqa bitta aylanasiz. Mana ko'rasizmi? Buni choklari bir xil turibdi. Hammasi. Arqa eshiklari xuddi shunaqa choklari bir xil turibdi akalarim. Mana chokni ko'rasizmi? Pastu tepadan pastgacha bir xil turibdimi? Endi avtomobilni aylanib ko'rib oldingizmi? Birinchi o'chiritda tom qismiga e'tibor beramiz. Tom qismida vannalari yo'qmi? Agar vannalari yo'q bo'lsa-ga, bitta mashina tanov bor. Mana shu tanov deyiladi mana Damas avtomobillarda. Mana shu tanovga men aytdim, o'tingda bitta qarang o'zingiz ko'zingiz bilan. Boshdan oxirigacha bir xil tursin. Agar bu qaytada kirib, ko'proq chiqib qolgan bo'lsa ham, mana hozirlar qanaqa mana shu tanov qismi bo'ladi, mana shu ponni. Mashina xolasangiz bu tomondan ko'ring, bunday qilib mana. Ko'rasizlarmi? Bu hozir tekis turibdi va ichida germetikasi ham turibdi. Keyin orqa tomondan xuddi shunday germetikasi va plombasi bo'ladi mana. Mana shu plombasidan ko'rib olasizlar. Agar bu plombasi kichikroq bo'lsa, bu avtomobil qaytadan qilingan bo'lishi ham mumkin. Keyin o'zi dumalagan mashinada hech qachon bu zazorlari hammasi bir xil kelib qolmaydi akalarim. Ko'rdingiz, ikkala tomonni tanovini ko'rdingiz. Mana tanovladi. Pul ikkala tomonni qarab oling. Chunki hamma ham pul topishi oson emas. Kimlardir misol uchun oson pul topishi mumkin. Kimlardir necha yillab yig'inib keyin avtomobil oladi-yu. Bizda bunaqa ishxonamizda ko'p voqea bo'ladi. Avtomobil olib keladi. Yo zadnimosi almashgan, yo korobkasi almashgan yangi mashinani bor-u. Sizlar ham shuna aldanib qolmasliklaringiz uchun sizlarga chiroyli obzor qilib beryapmiz. Videomizda juda ko'p akalarimiz obuna bo'lmasdan ko'ryapti-ku. Agar obuna bo'lib, bitta like bosib qo'ysalaring, ko'proq insonlar ko'radi va sizlarga ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman. Qani, qolgan narsadan bir boshni ko'rsatib boshlaymiz. Bu tanov qismini ko'rdingiz. Keyin pastga o'tamiz. Past oldi mo'rda deyiladi. Oldi mo'rdamizni ko'rib olasiz. Mana chokini bor-ku mana. Mana chokini ham deb ko'rib olasiz. Chok ham bir xil. Bu tomonga o'tasiz. Bu tomonga chokini ko'rasizmi? Ichi qorayib turibdi. Agar ichkarisi oqarib turgan bo'lsa, svarka qilingan bo'ladi. Bir qator o'zlaring ko'rib olsalaring bo'ladi. Agar nima bo'lmasa, o'zlaring jat tushunchalarni ko'p bo'lmasa, bitta ustaga borib ko'rsatasiz. Avtomobilni olyapti-ganda, обязательно ayting, mashina olyapgan odamga, menga bir kunga bering, men bir kun borib o'zim uchun bir ko'rib olay. Qancha baraka qilyapti-ganda boru. Bitta yamaga olib kirib ko'rsatib olganingiz yaxshi. Hozir yamaga tushib, qaytlarga e'tibor berish kerakligini avtomobilni ko'rsatamiz va keyin yana boshqa obzorlar bor. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman sizlarga akalar. Pastga tushib, yamaga tushganlaringda mana bismillahirrohmanirrohim tushib oldik. Bu yerda oldi zyodochkasi bor. Zyodochkasiga e'tibor berasiz. Va oldi bor, mana oldi qismlar bor, mana ko'rasizmi? Bular mana zavodskoy svarka bular. Ikkinchi svarka emas, bu zavod svarka. Mana bular longeron deyiladi, oldi qismi. Mana shu longeron ko'rib olasizlar. Agar longeronlar bukilgan yoki oshcha svarka qilingan bo'lsa, bu avtomobilda oldi DTP bo'lgan bo'ladi. Keyin DTP bo'lgan avtomobillarda hammasi ham joyiga kelmagan bo'ladi. Mana zashnigi bor-ku, banfer zashnigi, mana teshigi bor, klips o'tkazib qo'ygan joylar. Mana shu pistonda qolgan joylari bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Agar bitta ikkitasi yo'q bo'lsa, piston joyiga kelmagan bo'lsa, oldi qaytadi avtomobil udar bo'lgan va bu joyga to'g'ri kelmagan. Shuni hisobi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana ko'rdilaring, hamma joyi mana zavodga turibdi mana. Mana shu joylar qaramanglar, oldiga udar bo'lganmi, yo'qmi mana. Ko'rdingiz? Hamma joyi zavodga turibdi, hamma pistonlar kirgan va oldi pistonlar ham joyida turibdi mana avtomobilda. Znashti, avtomobilda oldidan unaqa qattiq udar bo'lmagan. Bir qator o'z uchun pastlarini ko'rib olganingiz yaxshi. Mana motor qismlarini ko'rasiz. Hozir motor qismimiz mana zavodga germetika turibdi bu avtomobildagi.
Avtomobilni sekin pastdan ko'rasiz. Balki yonboshdan udar bo'lgan bo'lishi mumkin-da, oldidan emas, yonboshdan udar bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana yonboshlarini mana shularni ko'rasiz, mana ko'rasizmi? Olib betaman ko'rasizmi? Loylar qolib ketgan. Avtomobil yurgandan keyin mana avtomobilda hech qanaqa oldin unaqa pasha bo'lgan yo'q. Keyin avtomobilni ko'rib oling, agar avtomobil eskiroq bo'lsa agar korroziya uchragan bo'lishi mumkin. Mana bu tomonda ham bu yo'q, mana ko'rasizmi? Liniyalari yaxshi turibdi. Liniya unaqa o'rtadan ham udar bo'lmagan avtomobil. Mana shu joylar o'zi gapirib beradi, mana ko'rasizlarmi? Mana shu joylarga qarab olasizlar. Avtomobilni keyin iloji boricha mana ko'rasizmi? Agar yangi olib kelgan bo'lsa, mana zadniy bo'lsa mana shunaqa bo'ladi. Yangi 24, 25, 23, 22 dan reduktorlar xuddi shunaqa bo'ladi. Mana shularga qarab oling. Agar bular kraskalar ko'chib ketgan bo'lsa yoki bo'lmasa boshqa narsa bo'lib ketgan bo'lsa, значит bu almashgan. Agar sizlar yangi avtomobil olib kelgan bo'lsa, eski bo'lsa endi holatiga qarab chiqaveradi. Qarab oldingiz. Endi tepaga chiqamiz. Tepada nimalarga ahamiyat berish kerak? Mana ko'rdingiz, mana ikkita yoni butun, ikkita yoni mana liniyalari joyida, hamma yoq joy-joyida. Oldi butun, oldidan ko'rib oldingiz. Hamma yoqda ko'p tekshirib olganingizdan keyin endi tepaga chiqamiz. Tepaga chiqqanimizda orqa tomoniga bitta ahamiyat beramiz. Bemalol shoshilmasdan avtomobilni olavering. Qani ochamiz orqasini. Orqasini ochib qo'yganlar-endi mana ponni mana germetkalarni ham ko'rib olsalaring bo'ladi mana. Germetkalari joy-joyida turibdi bu avtomobilda va mana boltlar hali bo'shamagan. Boltlar bo'shab regirovka qilingan bo'lsa, kulish tushgan joylari sirazi bilinib qoladi. Va mashina tumalagan yo'lda tepa bo'lgan bo'lsa, orqa kapot amazatning joylari o'zgarib qolgan bo'ladi, ko'rasan? Bu hozir zo'r standart holatda turibdi, o'zgarib qoladi. Mana. Ko'rdinglarmi? Yo teparoqqa yo pastroq bo'lib qoladi. Va keyin pastdan kelamiz. Pastdan tushganimizda bismillah deb turib, mana sizlar qanaqa ko'rsatib, mana orqasini ko'rib olasizlar. Mana shu orqa pechati, orqasi qanaqa turibdi ekan. Agar orqasi udar bo'lgan bo'lsa, mana shu joylar qiyshaygan bo'ladi. Mana shu joylarga qarab olasiz. Hali orqa oldi butunmi deydi-yu. Mashina mana shu joylarga yaxshilab ahamiyat berib olsangiz, avtomobilni xudo xolasa sizga uzoq yil xizmat qilib beradi. Va avtomobilni kapotini bekitamiz, ko'rsatdim, ha. Kapot ko'rsatdim, boltlarni ko'rsatib qo'ydim. Qaysi bir joyi esdan chiqib qoladigan bo'lishi mumkin. Endi men ham o'zim ilmim boricha sizlarga ko'rsatib ketyapman. Qayerdadir xato qilishim mumkin. Avtomobilni hamma joyini ko'rib chiqdingiz. Oldi orqa butun ekan. Agar sivayga qilingan, bukilgan joyi bo'lsa agar bunga aytasiz, aka, men bunaqa narsasi bor ekan. Yo orqasidan oldin udar bor ekan deysiz. Keyin Damas avtomobillarda mana liniyasi bor, mana 3 ta liniya. Mashina o'zingiz ko'rib oling, eshikni bekitib yaxshilab, bunga qarang liniyasini ko'rasizmi? Mana shu liniya boshidan oxirigacha bir xil bo'lishi kerak. Agar bu qaysi bir tepaga chiqib, pastga tushib qo'ygan bo'lsa, avtomobilda qaytada udar bo'lgan bo'ladi. Mana shu liniyani o'zi ham anchagina gapirib beradi. Bu ikki tomondan ko'rib olasiz, shoshilmasdan. Ketsa bir yarim soat vaqtingiz ketishi mumkin, ketsa agar. Mana ko'ryapsiz? Mana liniyalar hammasi ko'rasizlarmi, bir xil turibdi. Bu sizlarga yangi avtomobildan obzor qilib beryapman. Agar eski avtomobil bo'lsa agar, endi o'zi mashina egasidan so'rab olasizlar. Avtomobilda qaytida kraskasi bor, qanaqa nimasi bor deb iloji boricha so'rab olganlaring yaxshi. Endi ponni hadovi kuz sistemani tekshirib chiqdingiz. Bu sistemani tekshirib chiqqaningizdan keyin avtomobilni yana men sizga bitta zo'r nuqtani aytib ketaman. Videoni mashinagacha ko'rgan bo'lsangiz, xato qilmagansiz aka. Mana balondan balonga zazor ko'rasiz mana. Balondan balonga zazor ko'ringiz, 3 ta barmoq sig'yapti. Endi ikkinchi tomonga o'tib ko'rasiz. Ikkinchi tomonga o'tib, xotirjam qo'lingizni tiqib ko'rasiz mana. Ko'rdingizmi? Bunda 3 ta barmoq sig'yapti. Chunki sababi qaysidir balonga udar bo'lgan bo'lsa agar, balon bichasi orqaroqda yo oldiroqda bo'ladi. Bunda hozir standart turibdi ikkala tomoni. O'zi ko'z bilan ham bilan, lekin mana shunaqa ko'rsangiz o'zi ko'rasiz mana. Bir xil. 3 ta barmoq, nay tomoni 3 ta barmoq. Bu tomoni xuddi shunaqa, ko'rasizlarmi? Orqa tomonga o'tasiz. Orqa tomonga o'tganingizda xuddi shunaqa tekshirib olganingiz yaxshi. Mana 3 ta barmoq bemalol turibdi, ko'rasizlarmi? Endi narigi tomonga o'tib ko'ramiz. Qanaqa turibdi ekan. Mana.
Bu tomoni ham xuddi shunaqa 3 ta barmoq bemalol turibdi. Zinashdi. Bu balon mashinada unaqa qattiq udar bo'lmagan. Mana endi ko'z bilan ko'rib olsangiz ham bo'ladi. O'tirasiz, balonga bunday qaraysiz, oldi orqasiga, ha. Mashinangizga keyin maza qilmaysiz. Ayniqsa men videoni ko'rib, mashinaga ko'rib olyapgan bo'lsangiz, men o'z maqsadlarimga erishadigan bo'laman. Agar sizda Instagram kanali bo'lsa, biz Instagram kanalimiz ham bor. Qo'llab-quvvatlab tursalaring, Instagram kanaliga o'tib, Avtoprofessor degan kanalimiz bor ekan Instagramga. O'tib, obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa, erta ham juda ko'p ma'lumotlarimiz bor ekan. O'tib qo'ysalaring, xudo xolasa, yaxshi bo'ladi. Padeshka qilib, obuna bo'lib tursalaring, xudo xolasa, va yana qaysi avtomobillarni obzor chiqarib berishni xohlasalaring, yozib ketaversa kommentariyaga. Endi bismillah deb eshikni ochamiz va mo'ljalimda tashqida boshqa narsa qolmadi shekilli, hamma joyni ko'rsatdim. Agar ko'ngillaring bo'lmasa, o'tgan safar ham videoda aytganman. Kalitni olasizlar-da, benzin bakni qopqog'ini ochib ko'rsatgan ham bo'ladi. Agar avtomobilni qaytadi kraska borligini agar shubhalanib qo'ygan bo'lsalaring, agar o'chirib qo'ymagan bo'lsa agar, mana benzin bakni qopqog'ini ochasizlar, mana shu joyga qaraysizlar. Agar mana shu joyda 100 gram, 200 gram yozilgan bo'lsa, o'tgan safargi videomda 100 gram yozilganda qaytada kraska bo'lgan. Agar buni o'chirib qo'ygan bo'lsa ham joyi boshqacha dog' sifat bo'lib qoladi. Mana shu joyga ham e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Eng zo'r fishkalardan biri bu ham. Keyin обязательно avtomobil olyapti deganda avtomobilni yurgizib, haydab, tekshirib, minib ko'rib oling akalar. Hamma ham pulni oson topmaydi. Siz ham bilaman. Bu videoni ko'rib turganlar ko'pi pulni oson topmagan. Halol mehnatdan olyapsiz. Ertaga oilangizga yaxshi kunlarga minib yurish uchun baraka topib haydab yursiz. Ayniqsa mana shu videoni ko'rib yaxshi avtomobil olsangiz men juda xursand bo'laman. To'xtanglar. Orqa gulishtirdi, avtorasxod qiladimi yo'qmi? Mashinani ko'rsatsa ham bo'ladi. Mana bu guli avtomobil benzin yuribdi, gazning yo'qligini hisobiga benzin yurgan ekan, qorayib qo'ygan, lekin bu avtol yemaydi. Avtol yeyish uchun mashinani yurgizib ko'ryapsizlar. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Avtomobilni yurgizib ko'rib olavering. Ba'zi plyusga olyapsiz. Xalasda qolamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb yurgizamiz, qani. Mashinani yurgizamiz. Mashinani bemalol yurgizib, mana orqasiga o'tib, krosslaring ham bo'ladi akalar. Bemalol o'zdan krosslaring bo'ladi. Orqasiga o'tdingiz, orqasiga o'tkazdan keyin gulishtirdi, tekshirib olasiz mana. Avtomobil hech qanaqa tutagan yo'q. Agar avtomobil tutayap turgan bo'lsa, yo bu moy rasm qilyapgan bo'ladi yoki bo'lmasam antifriz kamayayotgan bo'ladi. Mashina yurgizib tekshirib ko'rib oldingiz. Va avtomobilni o'chirdingiz, ikkita gaz bosib, motordan ovozni eshitib ko'rasiz. Mashina gazi ham qo'yilib degasan. Keyin kep-keplar olamiz, mashinani o'chiramiz. Avtomobil olyap turganda men sizlarga yana masal berib ketaman. Обязательно mana shu torpeda bilan oynani orasini ko'rib olinglar. Mana ko'rasizlarmi? Mana shu choklari bor. Fonni qorayib turibdi. Agar mana shu qoraymasa, oqarib, avtomobil yo qizil bo'lsa, qizarib, ko'k bo'lsa, ko'karib turgan bo'lsa, mana shu ko'rasizlarmi mana? Mana bu qorayib turibdi fonni. Bu avtomobilni torpedalari ochilmagan va zazorlari yo'q. Mana zazorlarni ko'rib olinglar mana. Zinashsi avtomobilda qattiq udar bo'lmagan. Mana shu joylardan tekshirib olsanglar ham bo'ladi. Va avtomobil olyapti endi, probegiga qaranglar. Bu avtomobilimiz 9000 kilometr harakatlangan va olyapti endi nimalarga e'tibor berish kerak? Nimalar sotib qo'yadi? Agar avtomobilni ochib ko'rdingiz, Damas avtomobillarda mana ko'rasizlarmi? Mana shunaqa joylar shilinib qoladi. Agar mana shu joylari avtomobil harakatlangan, misol uchun 30 ming 50 ming bo'lsa, betlar toza bo'lgan bo'lsa, agar laminat qilinmagan bo'lsa, znash betlarga kras sepilgan bo'lishi mumkin katta ehtimol bilan. Keyin probegiga qaraganda mana pedallarni rezinkalari yangi turgan bo'lsa, bu rezinkalar 5 mingmi, 4 mingmi, 10 ming shunaqa turadi. Shunga e'tibor berasizlar. Mashina o'zi ham gapirib beradi va bu pedallar ham to'g'ri turishga, balkilar kimni qiyshib ketgan bo'ladi, yo'q. Keyin mana skorini o'zi ham mana shu yemirilib ketgan bo'ladi. Agar chexol kirgizib qo'ymagan bo'lsa, keyin avtomobilni обязательно o'tirib, splenasini bosib minib ko'rasiz. Hali minib ko'rishdan ham qaytalarga e'tibor berish kerak, sizlarga ko'rsatamiz va avtomobilni bu yerda ko'rsagan joyimiz xudo xolasa qolmaydigan bittaman.
Orqasiga o'tadi. Orqasiga o'tganlaringda avtomobilni bemalol chiqib, orqa tomonda choklarni ko'rasizlar. Mana shu choklari bor. Kimlardir bu yerda bekitib olgan bo'lishi mumkin. Ay avtomobillarda og'ir yuklanib yurgan bo'lsa, mana choklari bor. Mana zazolari o'zgarib ketgan bo'lar mana. Buni zazolari hamma joy-joyida turibdi. Bu tomonda ham xuddi shunaqa. Mana choklarimiz hamma yo'g'i joyida turibdi mana. Bu tomonda ham xuddi shunaqa. Ay bu avtomobilda choklari ochilib ketgan bo'lsa, o'z bilinadi avtomobil mana shu ko'ryapsizlar. Keyin oldin yarimta joy ko'rsataman. Eshikni bekitganingizdan keyin mana anaqa joylarga qarab qo'yasizlar, mana ko'rasizlarmi? Agar oldindan udal bo'lgan bo'lsa, mahal joylari ham bunaqa taniq turmaydi, ko'rasizlarmi? Mana plombalarga qarab, bemalol eshikladimdek qarab olaverasizlar mashina. Shoshilmasdan ketsa yarim soat 20 minut vaqtingiz ketadi, lekin avtomobilni keyin sinasi ko'taramiz, ko'tarib bag'ini ham tekshiramiz. Mana hozir to'xtaylik 1 minut. Xafa bo'lish yo'q. Bitta o'zi ham syomka qilib, ham gapirib, o'zlariga chiroq obzor qilishim uchun qilyapman. Mana sizdan ko'tarib, bemalol ko'rib olavering motorni ham. Motorni keyin aytgancha avtorasot qiladimi yo'q, yana bitta joydan ko'rsalang bo'ladi. Avtomobil yurgizasizlar mana. Bismillah. Mashina yurgizdilaringmi? Bitta shupini ko'tarib ko'rasizlar mana. Shupini ko'tarib qo'ysangiz, agar mashina tutun haydab turgan bo'lsa-ga, zinashni motoringiz avtorasot qiladi akalar mana. Buni solib qo'yasiz, mana tutagan yo'q, buni motori joyida. Hamma joyi, xudo xolasa, tiniq ekan. Majoni ko'rsatib qo'ysam, siz ham 5-6 milliondan o'zi yutdingiz mana joyda o'zdan. Keyin qopqog'ini ochib ko'rasiz mana. Qopqog'ini ochib bemalol ko'ravering, o'zingiz uchun mana. Ochib ko'rdingiz mana. Qopqoqlar tiniq turibdi. Agar ichlari ko'piylashib ketib qolgan bo'lsa, agar qish kuni bo'lsa, ko'piylashi mumkin. Agar toza turgan bo'lsa, yana ham yaxshi. Motorda zinashdi, muammosi yo'q va keyin mashina olyaptiganda обязательно so'rab oling. Uzattiraymi mashinalarda o'zi 50 mingda, har 50 ming, 70 mingda, zavodskon 70 mingda 50 mingda almashtirish kerak. Har 50 mingda uzattiraymi qancha almashtirish kerakligini so'rab oling. Agar rem uzilib ketsa, o'zi sizdan bitta motorga tushasiz yengil. Va qanaqa yog' quyishini ham so'rab oling. Mana. Bular yog'larni ancha almashmagan ekan, o'zi qorayib qolibdi. Yog'ni qanaqasini qo'yasiz, o'shani ham so'rab oling. Agar birato'la yog' almashtirayotganda yog', filtr, vazn shu filtrda almashib olsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Ostiga motor sistemani ham qo'ldan kelgancha ko'rsatim degan umiddamiz. Shubni ko'tarib ko'rasizlar mashina yurgizib, agar tutamasa, zinasi avtorasot qilmaydi. Buni ham tekshirib oldingiz va qanaqa yog' quyishini, zubchatiremani qachon almashganligini so'rab oldingiz. So'rab olganingiz o'zingiz uchun yaxshi ekan. Bu sizni bekitamiz. Xudo xolasa sizlarga yaxshi obzor qilib beradigan umiddaman. Endi mashinani bitta minib ham sizlarga mingandan keyin nimalarga e'tibor berish kerakligini xudo xolasa aytib ketamiz. Lekin kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hozir sizlarga bitta mashinani minib, qayerlarga e'tibor berish kerakligini va nimalar qilish kerakligini xudo xolasa ko'rsataman. Avtomobilni iloji boricha o'zingiz bitta katta yo'lga chiqib, bemalol minib tekshirib oling. Agar siz mashinani o'zingiz minishni bilsangiz va pravazingiz bo'lsa, bismillahirrohmanirrohim deb birinchi o'rinda xalas o'qib olamiz va splen bosib olganingiz ma'qul. Mashinani yurgizamizda motorni ovozini yurgizganlaringni eshitib ko'ringlar. Hali mashina egasi chiqmasin, o'zingiz shaxsan haydab ko'ring iloji boricha. Mashina motorni eshitasizmi? Motori soatda ishlab turgan bo'lsa, motoringiz wow, zo'r ishlab turgan bo'ladi. Va bismillah deb поворотni yoqasizda. Splenni обязательно bosib ko'ring. Splenni qanaqa og'irligi. Agar mana og'ir bo'lsa, agar bunda yo korzinka, yo disperidok yoki bo'lmasa splen trosa muammosi bo'ladi. Odatdagidek agar siz avtomobil haydab yurgan bo'lsa-yu, yumshoqroq bo'ladi va bosasiz, birinchi urib haydalanasiz. Haydab harakatlanasiz. Iloji boricha skorlarga bemalol o'zingiz urib ko'rishingiz kerak. Mana 1dan 2 ga urdingiz, avtomobilda hech qanaqa muammo yo'q. Tushlari yaxshi. 2 dan gaz bosyapsiz, ko'taryapti. Keyin 3-skorga urib ko'rasiz. 3 va 4 ga urasiz. Keyin Damas avtomobillar shunaqa bor. Agar Damas avtomobil yangi bo'lsa, 4 dan agar 3 ga olsangiz, mana 4 dan 3 ga oldik, avtomobil skorga tushishi 4 dan 3 ga ham yaxshi. Zinashdi bu avtomobilda korobkada shikoyati yo'q. Agar shikoyat bo'lsa, mashina o'zida sraz bildirib qo'yaman. 3-skorga oldik. Keyin avtomobilni iloji boricha, misol uchun 60, 70 ga chiqarib turib,
hozir mana chiqaryapmiz deylik. Mana shuni avtomobil gazini tashlaysiz. Tashlaganingizda arqa tomondan har xil yoqimsiz ovozlar kelmayapti, faqat motorda ovozimi zinashdi, zadniy mosida unchalik muammosi yo'q. Agar shunda sizlar avtomobilni xalasi o'qilib tekshirsalaring, ay mashina qanaqadir g'ummillagan tovush bo'lsa, ovoz chiqayotgan bo'lsa-ga, avtomobilda qaysidir patchuni ketib qolgan bo'lishi mumkin. Damas avtomobillarda asosiy kasali zadniy mos bo'ladi. Mana zadniy mos korobkasi, motoringiz butun bo'lsa, avtomobilingiz oldi orqasi butun bo'lsa, avtomobilni maza qilib minib yurasiz. Chunki avtomobilni olganingizdan keyin baraka topib, maza qilib, hojatingizni chiqarib minib yursangiz maza yo'q. Xudo xolasa bu avtomobildan haydab ko'ryapmiz. Zadniy mosida, korobkasida va boshqa joylarda ehtiyot qismlari yaxshi ekan. Endi buni bitta mahallaga olib kirib, hadov chastlarini tekshirib ko'ramiz. Hadovlari nima deyapti? Chunki kimdir rastaga borib ishlab, yig'inib, terinib avtomobil oladi-yu. Endi siz ham shuncha yig'inib pul olasiz, shuncha pulga avtomobil olasiz-ku, lekin avtomobil ko'nglingizga chiqmasa, ertaga o'zingiz qiynalib yurasiz-ku. Xudo xolasa bu avtomobilda xalas o'qib ko'rdingiz. Men xalas o'qiganingizda hech qanaqa ovoz yo'q, oshiqcha ovoz yo'qmi? Zinashi avtomobilda tiniq. Boshqacha ovozlar bo'lsa-ga yoki avtomobilga tushmayotgan bo'lsangiz, mutaxassisga borib, masterga borib, bir qator tekshirib olganingiz yaxshi. Chunki bularda zadniy mos korobkasi ham arzon pul turmaydi. Endi kimgadir hech narsa master-u, puli borga har doim arzon bo'lgan, puli yo'q, har doim qimmat bo'lib kelgan-u. Siz minib, ustoyoq tekshirtirsangiz, o'zingizga yaqin tanishlaringiz bo'lsa-ga, bir qator ko'rsatib olganingiz o'zingiz uchun yaxshi. Agar video cho'zilib ketib qolayotgan bo'lsa, agar kamchiliklar bo'lsa-ga, men ham bir sizlarga o'xshagan bir insonman, lekin tajribam boricha sizlarga ilinib, chiqarib ko'rsatib beryapman akalarim. Chunki men o'zim ham 2007-yildan beri shogird bo'lib, mana hozir 2025 bo'lsa, itago o'sha 14 yil, 18 yil, 17 yildan beri ustachilik qilib, har xil narsalarga duch kelganmiz o'zimiz ham. Mana shunaqa narsalar sizlar duch kelmasliklari uchun sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Xudo xolasa bu avtomobilni mahallaga kirib, haydovchilarni tekshiramiz va buni minuslarini aytib ketamiz Damas avtomobillarda. Xudo xolasa mana test drive deydi-yu, test ko'chalarimizga kirdik. Inshaalloh tekshirib avtomobilda xarakterisini bir o'shan tursa. Damas avtomobili o'zi unaqa Nexia'larga o'xshab, Lacetti'larga o'xshab, Cobult'larga o'xshagan mexga avtomobil emas, lekin ro'zg'or va pul topadigan mashina. Agar sizda misol uchun 5000 dollar, 7000 dollar pul atrofida bo'lsa, hozir misol uchun yangi Sasina yaxshi namoz olib, tirikchilik qilsangiz ham bo'ladigan mashina. Agar siz o'zingizni ishingizga borib kelgan bo'lsa, endi ko'nglingizga qarab avtomobil olaverasiz. Xudo xolasa avtomobillarni men haydab ko'ryapman. Unaqa dangir-dungiri yo'q. Chunki bu yangilikning hisobi. Agar avtomobil 100 mingdan 200 ming kilometr harakatlanib qo'ygan bo'lsa, bir qator ko'rsatib olsangiz yaxshi mana. Qani men bitta o'tishni ko'ramiz. Yaxshi, lekin bilasizlar, Damas avtomobillarda ozgina qanaqadir otishlar bor. O'zim avtomobil mexga ligi unchalik emas bu Damas avtomobillar. Xudo xolasa tezdan yaxshi chiqyapti. Siz ham bir qator tekshirib, minib, o'zingiz maza qilib oling. Hali men aytayapman-ku, misol uchun hozir kimdir aytishi mumkin ki, men misol uchun kuzovchi emasman-ku, lekin bemalol mashinaqa narsalarga o'zim hadovoy, motorga, korobkaga, zadniy mosga, mashinaqa sistemalarga tushunganim uchun sizlarga ilinib chiqarib beryapman. Men ham bir bitta bandaman. Men ham misol uchun o'zimdan bu narsani yasab olgan bola emasman. Oddiy insonni bolasiman va oddiy insonman men ham. Xudo xolasa mana mashinani tekshiryapman. Siz ham xuddi shunaqa bir haydab ham ko'ravering. Taqir-tuqir qilmayaptimi? Ertaga siz rasxotingiz kam. Bunda hozir eshiklar tiqilan ovoz chiqyapti. Bu yangi Damas avtomobillarda o'zi qanaqadir eshiklarda ovoz bor. Endi Xudo xolasa mashina o'ziga birinchi o'chirda jiz etib yoqsin. Agar sizga yoqdimi, avtomobil oling va maza qilib haydab yuring mashinangizni. Ana Xudo xolasa men chekkaroqqa to'xtayman. Chekkaga to'xtab turib, sizlarga bitta shirin so'zlarni aytib, Xudo xolasa sizlar bilan xayrlashgan vaqtim keldi. Mana mashinani tekshirib ko'rdim. Mana sizlarga yana bir oshdan tushuntirib beraman. Kimlargadir misol uchun
avtomobilda harakatlanib ketib turganimizda tushunmay qolgan bo'lish joylari bo'lishi mumkin. Mana mashina minib ketyapsiz. Birinchi o'chiritda Damas avtomobillarda zadniy mostga e'tibor berasiz. 60, 70, 80 ga chiqarasizda, o'shanda ovoz eshitasiz. Motordan tashqaridan qanaqadir ovoz chiqayotib turgan bo'lsa, zinnashdi, buni tekshirib oling. Buni xalas o'qiganda agar ovozi yo'qolayotgan bo'lishi ham mumkin. Agar xalas o'qilayotganda ovoz yo'qolayotgan bo'lsa agar, bu zadniy mostdan bo'ladi. Agar xalas o'qiganda ovoz yana chiqayotgan bo'lsa, bu qaysi baloningizni pachunga ketgan bo'ladi. Akalarim, bizda kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa sizlarga shunaqa manfaatli videolar chiqarishda davom etamiz inshaalloh. Va Instagram kanalimiz bor, u ham Avtoprofessor. Agar sizlar Instagram kanallaringiz bo'lsa, Instagramlaringiz bo'lsa, kirib obuna bo'lib qo'ysalaring Avtoprofessorda. Erta ham juda ko'p ma'lumotlar bor, foydali ma'lumotlar. Inshaalloh sizlarga sal bo'lsa ham foydam tegadigan umiddaman. Jonlar sog' bo'lsin, yuzlaringiz tabassum tark etmasin, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin va qaysi avtomobillarni obzor qilib chiqarib beraylik. Agar vaqti cho'zilib ketib qolgan bo'lsa, rozi bo'lib qo'yasizlar vaqtlaringga va sizlarga yaxshi kontentlar qilishda davom etamiz. Jonlar sog' bo'lsin, har doim yuzlaringiz tabassum tark etmasin. Avtoprofessor kanalidan uzoqlashmanglar.